Agar siz iyulgacha ariza bermasangiz, to'lovsiz qolishingiz mumkin. Bu gap qo'rqitish uchun aytilmayapti. Bu amalda juda ko'p odamlarning puliga, nafaqasiga, kompensatsiyasiga yoki imtiyozli to'loviga bevosita ta'sir qiladigan muhim masala. Kim kechiksa, keyin men bilmagan edim, menga hech kim aytmadi. Oldin o'zi avtomatik tushardi-ku deb yurgani bilan pulini qaytarib ololmasligi mumkin. Bugun men sizga 2 iyulgacha nima qilish kerakligini, kimlar albatta ariza berish shartligini, kimlar xavotir olmasa ham bo'lishini, qaysi holatlarda odamlar eng ko'p xato qilishini va arizani qanday qilib to'g'ri topshirish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir oila uchun juda muhim, ayniqsa pensiya, nafaqa, bolalar puli, moddiy yordam, kompensatsiya, ijtimoiy to'lov yoki imtiyozli yordam olayotganlar uchun. Shu videoni hozir oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato yoki bir kunlik kechikish ham sizni bir necha 100 ming so'mdan, ba'zan esa bir necha million so'mdan mahrum qilishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bunday muhim yangiliklarni sizlarga sodda va aniq qilib yetkazib boraman. Avval ko'p hollarda ijtimoiy to'lovlar, kompensatsiyalar yoki ayrim imtiyozlar avtomatik davom etib kelgan. Masalan, fuqaro biror turdagi nafaqa olayotgan bo'lsa, u har oy kartasiga pul tushishini kutardi. Ayrim hollarda hujjatlarni yangilash, oilaviy holatni qayta tasdiqlash, bank rekvizitlarini tekshirish yoki yashash manzilidagi o'zgarishni bildirish talab qilinmasdi yoki bu jarayon juda sust nazorat qilinardi. Ammo hozir tizim bosqichma-bosqich aniqlashtirilmoqda. Ya'ni davlat tomonidan ajratilayotgan pullar kimga haqiqatan tegishli, kimning holati o'zgargan, kim hali ham to'lov olishga haqli, kim esa endi bu toifaga kirmaydi. Shular qayta tekshirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, ayrim to'lovlar avtomatik tarzda davom etmasligi mumkin. Fuqaro o'z huquqini tasdiqlashi, kerakli arizani topshirishi, ma'lumotlarni yangilash yoki tegishli tashkilotga murojaat qilishi kerak bo'ladi. Eng muhim sana 1 iyul. Agar siz belgilangan muddatgacha ariza bermasangiz, tizim sizni to'lov olishni davom ettiradigan shaxs sifatida ko'rmasligi mumkin. Natijada keyingi oyda kartangizga pul tushmaydi. Eng og'iri, ayrim holatlarda kechikkan oylar uchun pul qayta hisoblanmasligi ham mumkin. Ya'ni siz iyulda ariza bermasangiz, avgustda yugurib borsangiz ham iyul uchun to'lov berilmaydi. Chunki siz muddatida murojaat qilmagansiz degan javob eshitishingiz ehtimoli bor. Men bu yerda bitta narsani alohida ta'kidlayman. Har bir to'lov turi bo'yicha tartib farq qilishi mumkin. Pensiya bir tartib, bolalar puli boshqa tartib, kompensatsiya boshqa tartib, nogironlik bilan bog'liq to'lovlar yana alohida tartibda yuritilishi mumkin. Lekin umumiy qoida shuki, agar sizdan ariza, tasdiqlovchi hujjat yoki ma'lumotlarni yangilash talab qilinsa, buni iyulgacha kechiktirmaslik kerak. Birinchi navbatda davlatdan har oy pul olayotgan oilalar hushyor bo'lishi kerak. Masalan, kam ta'minlangan oila sifatida bolalar puli yoki moddiy yordam olayotganlar. Odatda bunday oilalarda daromad, oila tarkibi, bolalar soni, yashash sharoiti, ish joyi va boshqa ma'lumotlar asosida qaror chiqariladi. Agar shu ma'lumotlardan bittasi o'zgargan bo'lsa, lekin siz buni vaqtida bildirmagan bo'lsangiz, tizimda muammo chiqishi mumkin. Masalan, bir oilada 3 nafar bola bor. Ona bolalar pul olyapti. Oldin oila daromadi kam bo'lgan. Otasi vaqtincha ishsiz bo'lgan. Keyin ota ishga kirgan, lekin oilaning umumiy daromadi baribir yetarli emas. Agar oila bu holatni to'g'ri ko'rsatib, arizasini yangilasa, ehtimol yordam davom etadi. Lekin ariza bermasa yoki ma'lumotlarni yangilamasa, tizim fuqaro murojaat qilmadi deb to'lovni to'xtatishi mumkin. Bu oilaga oyga, masalan, 500 ming yoki 8 ming so'm yordam tushayotgan bo'lsa, bir necha oy ichida sezilarli zarar bo'ladi. Ikkinchi toifa kompensatsiya olayotganlar. Bu elektr energiyasi, gaz, kommunal xizmatlar, dori-darmon, transport yoki boshqa yo'nalishdagi imtiyozli to'lov bo'lishi mumkin. Ko'pincha odamlar kompensatsiyani oddiy narsa deb o'ylaydi. Har oy tushib turibdi. Demak, davom etaveradi. Lekin kompensatsiyalar ham ma'lum shartlarga bog'langan bo'ladi. Masalan, fuqaro ma'lum ijtimoiy toifaga kirishi kerak. Yashash manzili mos bo'lishi kerak. Hisob raqami to'g'ri bo'lishi kerak. Ba'zan esa alohida ariza talab qilinadi. Uchinchi toifa pensiya va nafaqa bilan bog'liq o'zgarishlari bor fuqarolar. Masalan, bank kartasi almashgan, familiyasi o'zgargan, pasport yoki ID karta yangilangan
yashash manzili boshqa hududga o'tgan, nogironlik guruhi qayta belgilangan, boqimandalik holati o'zgargan. Bularning barchasi to'lov tizimiga ta'sir qiladi. Agar hujjatdagi ma'lumotlar eski bo'lsa, pul o'tmay qolishi yoki tekshiruvga tushishi mumkin. 4-toifa chet elga ketgan yoki vaqtincha boshqa joyda yashayotgan fuqarolar. Ko'p odamlar shunday xato qiladi. O'zi boshqa viloyatda yoki chet elda, lekin to'lov eski manzil bo'yicha davom etadi deb o'ylaydi. Agar ariza yoki tasdiqlash talab qilinsa, masofadan turib ham harakat qilish kerak. Hozir ko'p xizmatlar davlat xizmatlari markazi, MyToyko-Kufuz yoki mahalla orqali aniqlashtiriladi. Lekin odam keyin boraman deb yuraversa, muddat o'tadi. 5-toifa bank kartasini almashtirganlar. Juda oddiy misol. Fuqaro oldin bir bank kartasiga to'lab olgan. Keyin kartaning muddati tugagan yoki yangi karta ochgan. Lekin tegishli tashkilotga yangi rekvizitlarni bermagan. Natijada pul ajratilishi mumkin, ammo hisob raqamga tushmaydi yoki qaytadi. Keyin fuqaro mening pulim qayerda deb yuradi. Bu muammoni oldindan oldini olish uchun ariza bilan birga kartangiz va bank rekvizitlaringizni ham tekshirtirib qo'yish kerak. Endi hamma ham vahimaga tushmasligi kerak. Agar siz hech qanday ijtimoiy to'lov, kompensatsiya, nafaqa yoki imtiyoz olmayotgan bo'lsangiz, sizga bu muddat bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin oilangizda ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz yoki qarindoshingiz shunday to'lov olsa, baribir tekshirishingiz kerak. Chunki ko'p hollarda pulni keksa ota yoki ona oladi. Lekin hujjat ishlarini farzandlari tushunadi. Agar sizning to'lovingiz doimiy pensiya bo'lsa va hech qanday ma'lumot o'zgarmagan bo'lsa, ko'pincha u avtomatik davom etadi. Lekin men baribir ehtiyot chorasi sifatida ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki amaliyotda shunday holatlar bo'ladi. Odamning pasporti yangilangan, lekin tizimda eski seriya raqam turibdi. Yoki bank kartasi bloklangan, lekin fuqaro bilmaydi. Yoki familiya o'zgargan, lekin bazalarda mos kelmayapti. Bunday mayda ko'ringan narsalar to'lovni vaqtincha to'xtatib qo'yishi mumkin. Agar siz yaqinda ariza topshirgan bo'lsangiz, arizangiz qabul qilinganini albatta tekshiring. Faqat men topshirdim deyish yetarli emas. Ariza ro'yxatga olinganmi, qaysi raqam bilan qabul qilingan, ko'rib chiqish muddati qancha, natijasi qayerdan bilinar ekan, bularni aniqlab oling. Chunki ba'zan fuqaro hujjatni olib boradi, lekin bitta hujjat yetishmagani uchun ariza to'liq qabul qilinmagan bo'ladi. Fuqaro esa ariza topshirildi deb o'ylab yuraveradi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi bir oila bolalar puli olib kelgan deylik. Oilada 2 nafar voyaga yetmagan farzand bor. Onaning nomiga har oy 6-7 ming so'm pul tushib turgan. Iyun oyida mahalla yoki mas'ul tashkilot ularga ma'lumotlarni yangilash kerakligini aytgan. Lekin oila buni jiddiy qabul qilmagan. Oldin ham shunaqa gaplar bo'lgan, baribir pul tushaveradi deb yurishgan. 1 iyul o'tganidan keyin avgustda karta tekshirilsa, pul tushmagan. Keyin borishsa, ariza muddatida topshirilmagani aytiladi. Agar oyga 6 ming so'mdan hisoblasak, 2 oyda 1 million 300 ming so'm yo'qotish bo'ladi. Bu oddiy oila uchun juda katta pul. Ikkinchi misol. Keksa otaxon kompensatsiya olayotgan bo'ladi. U kishi har oy kommunal xarajatlar uchun kichik bo'lsa ham yordam oladi, lekin bank kartasining muddati tugagan. O'g'li yangi karta ochib bergan, ammo yangi karta ma'lumotlari tegishli tizimga kiritilmagan. To'lov ajratilsa ham pul eski karta bilan bog'liq muammoga tushadi. Keyin buni to'g'rilash uchun bir necha marta bankka, davlat xizmatlari markaziga yoki mas'ul idoraga borishga to'g'ri keladi. Agar buni 1 yilgacha hal qilsa, pul uzilmaydi. Kechiksa, to'lovda tanaffus bo'ladi. Uchinchi misol, bir ayolning familiyasi nikohdan keyin o'zgargan. U oldin eski familiyada nafaqa yoki yordam olgan. Hujjatlari yangilangan, lekin barcha bazalarda yangilanmagan. Natijada tizimda ism, familiya, JSHIR, bank karta egasi yoki ariza ma'lumotlari bir-biriga mos kelmay qoladi. Bunday holatda ariza rad etilishi yoki qo'shimcha tekshiruvga yuborilishi mumkin. Agar fuqaro buni oxirgi kunga qoldirsa, 1 iyulgacha ulgurmasligi ehtimoli yuqori. 4-misol. Bir fuqaro nogironlik bo'yicha nafaqa oladi. Nogironlik guruhi muddati qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lgan sanaga bog'liq. Agar tibbiy mehnat ekspertizasi hujjatlari yangilanmasa, nafaqa davom etishida muammo bo'ladi. Fuqaro mening ahvolim o'zgarmagan-ku deb o'ylashi mumkin. Lekin tizim uchun og'zaki gap emas, rasmiy hujjat muhim. Hujjat muddati o'tgan bo'lsa, to'lov ham to'xtashi mumkin. 5-misol. Bir oila ijarada yashaydi.
lekin ro'yxat boshqa manzilda. Ayrim ijtimoiy yordamlar oila tarkibi va yashash joyiga qarab baholanadi. Agar arizada bir manzil ko'rsatilsa, amalda boshqa joyda yashalsa. Tekshiruvda savollar paydo bo'ladi. Bu yerda asosiy maslahat ma'lumotni yashirmaslik kerak. Chunki noto'g'ri ma'lumot keyinchalik nafaqat to'lov to'xtashiga, balki ortiqcha olingan pulni qaytarish talab qilinishiga ham olib kelishi mumkin. Eng birinchi nozik jihat. Ariza topshirishning o'zi hamma narsani kafolatlamaydi. Ariza topshirilgandan keyin u ko'rib chiqiladi. Hujjatlar to'g'ri bo'lsa, shartlarga mos kelsangiz, to'lov davom etadi yoki qayta tayinlanadi. Agar shartlarga mos kelmasangiz, ariza rad etilishi mumkin. Shuning uchun men ariza berdim, demak, pul aniq tushadi deb o'ylamaslik kerak. Muhimi, ariza to'liq, hujjatlar to'g'ri va ma'lumotlar aniq bo'lishi. Ikkinchi nozik jihat, muddatni oxirgi kunga qoldirmang. O'timi uyim kuni boraman deb yurish juda xavfli. Chunki o'sha kuni navbat ko'p bo'lishi mumkin. Tizim ishlamay qolishi mumkin. Bitta hujjatingiz yetishmasligi mumkin. Mas'ul xodim qo'shimcha ma'lumot so'rashi mumkin. Sizga ertaga olib keling deyishsa. Ertasi allaqachon iyul bo'lishi mumkin. Shuning uchun men tomoshabinlarga doim aytaman. Bunday masalalarda oxirgi hafta emas, hozirdan harakat qiling. Uchinchi nozik jihat, og'zaki aytilgan gapga ishonib qolmang. Masalan, kimdir mahallada sizga ariza kerak emas ekan deb aytishi mumkin. Lekin siz o'zingizning holatingiz bo'yicha rasmiy javob oling. Ariza kerakmi yoki yo'qmi? Qaysi hujjat kerak? Qaysi to'lov turi bo'yicha murojaat qilinadi? Bularni aniq so'rang. Iloji bo'lsa ariza raqamini, qabul qilingan sanani, mas'ul tashkilot nomini yozib oling. To'rtinchi nozik jihat. Oilaviy daromadni yashirish xavfli. Ba'zi odamlar daromadimni ko'rsatmasam yordam chiqadi deb noto'g'ri o'ylaydi. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi. Ish haqi, soliq ma'lumotlari, kadastr, avtomobil, tadbirkorlik, bank ma'lumotlari va boshqa ko'rsatkichlar tekshirilishi mumkin. Agar arizada boshqacha, bazada boshqacha ma'lumot chiqsa, bu rad javobiga sabab bo'ladi. Eng yomoni, oldin olingan pullar ham qayta tekshirilishi mumkin. Beshinchi nozik jihat. Hamma to'lov bir xil emas. Masalan, bolalar puli uchun oila tarkibi va daromad muhim bo'lsa, nogironlik nafaqasi uchun tibbiy xulosa muhim. Pensiya uchun ish staji va hisob kitoblar muhim. Kompensatsiya uchun esa tegishli toifa, manzil yoki xizmatdan foydalanish holati muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shningizga kerak bo'lmagan hujjat sizga kerak bo'lishi mumkin. Yoki aksincha unga rad berilgan bo'lsa, sizga ham rad beriladi degani emas. 6-chi nozik jihat. Ariza kimning nomidan berilishi muhim. Agar to'lov ona nomiga tayinlangan bo'lsa, ariza ham tegishli shaxs nomidan bo'lishi kerak. Agar keksa ota-onangiz nomidan ish yuritayotgan bo'lsangiz, ba'zi hollarda ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Agar bank kartasi boshqa odam nomida bo'lsa, bu ham muammo tug'dirishi mumkin. To'lov odatda huquq egasining o'z nomiga bog'langan hisob raqamiga tushadi. 7-chi nozik jihat, hujjatlardagi mayda xatolar. Bitta harf noto'g'ri yozilishi, tug'ilgan sana bir joyda boshqacha chiqishi, pasport raqami eski bo'lishi, telefon raqami noto'g'ri kiritilishi, bularning hammasi jarayonni cho'zadi. Ayniqsa elektron tizimlarda ma'lumotlar avtomatik solishtiriladi. Odam ko'zi bilan mayli, tushunarli-ku deyish mumkin. Lekin tizim uchun bitta raqam farqi ham mos kelmaslik hisoblanadi. Birinchi qadam, o'zingiz yoki oilangiz qaysi to'lovni olayotganini aniqlang. Bu bolalar puli bo'lishi mumkin, moddiy yordam bo'lishi mumkin. Pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki boshqa ijtimoiy to'lov bo'lishi mumkin. Agar aniq bilmasangiz, bank kartangizdagi tushum nomini tekshiring, SMS xabarlarini ko'ring yoki oxirgi to'lov qaysi tashkilotdan kelganini aniqlang. Ikkinchi qadam. Iyulgacha ariza talab qilinadimi yoki yo'qmi? Buni rasmiy manbadan tekshiring. Buning uchun mahallaga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga, pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli tashkilotning ishonch telefoniga murojaat qiling. Agar xizmat elektron bo'lsa, may.uz orqali ham tekshirib ko'rish mumkin. Lekin elektron ariza yuborganingizdan keyin uning holatini albatta kuzatib boring. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Farzandlar uchun tug'ilganlik guvohnomasi yoki ID ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Oila tarkibi, nikoh yoki ajrim holati, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank kartasi rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Daromadga oid hujjatlar so'ralishi mumkin.
Har bir to'lov turida ro'yxat boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun oldindan so'rab oling. 4-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta faolmi? Muddati tugamaganmi? Bloklanmaganmi? Aynan o'z nomingizdami? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bularni ko'rib chiqing. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, darhol yangilang. Yangi karta olgan bo'lsangiz, rekvizitlarni tegishli tashkilotga yetkazing. Faqat karta raqamini aytish yetarli bo'lmasligi mumkin. Ba'zan hisob raqam yoki bank rekvizitlari kerak bo'ladi. 5-qadam, ariza matnini to'g'ri yozing. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingizning ism familiyangiz, yashash raqamingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz va murojaat mazmuni aniq bo'lishi kerak. Masalan, menga tegishli ijtimoiy to'lovni davom ettirish yoki qayta tayinlash bo'yicha arizamni ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, bank rekvizitlarim o'zgargani sababli yangi ma'lumotlarni kiritishingizni so'rayman deb aniq ko'rsating. 6-qadam, arizani topshirganingizni isbotlaydigan hujjat oling. Bu kirim raqami, ariza raqami, elektron tasdiq, SMS xabar yoki qabul qilinganligi haqida belgi bo'lishi mumkin. Keyin muammo chiqsa, siz men vaqtida topshirganman deb isbotlay olasiz. Agar hech qanday tasdiq bo'lmasa, keyin bahslashish qiyin bo'ladi. 7-qadam. Natijani kutib o'tirmang, kuzatib boring. Arizani topshirgandan keyin bir necha kun o'tgach holatini tekshiring. Ko'rib chiqilyapti. Qo'shimcha hujjat kerak, qabul qilindi, rad etildi kabi holatlar bo'lishi mumkin. Agar qo'shimcha hujjat so'ralsa, darhol olib boring. Chunki siz hujjatni vaqtida yetkazmasangiz, ariza bekor bo'lishi yoki rad qilinishi mumkin. 8-qadam, agar rad javobi olsangiz, sababini yozma yoki aniq shaklda bilib oling. Rad etildi degani hammasi tugadi degani emas. Ba'zan rad sababi oddiy bo'ladi. Bitta hujjat yetishmagan, ma'lumot noto'g'ri kiritilgan, bank rekviziti mos kelmagan. Bunday holatda xatoni to'g'rilab qayta ariza berish mumkin. Lekin muddatni o'tkazib yuborsangiz, aynan shu yerda moliyaviy zarar paydo bo'ladi. Birinchi xato menga aloqasi yo'q deb o'ylash. Odam o'zi to'lov olmasa ham, uyida onasi pensiya oladi, turmush o'rtog'i bolalar puli oladi. Farzandi nogironlik nafaqasi oladi yoki oilaga kompensatsiya tushadi. Demak, bu masala butun oilaga aloqador bo'lishi mumkin. 2-xato so'nggi kunga qoldirish. Men amaliyotda eng ko'p ko'rgan muammo shu. Odamlar muddat tugashiga bir kun qolganda yuguradi. Navbat katta, hujjat yetishmaydi, tizim sekin ishlaydi, mas'ul xodim band bo'ladi. Natijada odam o'zi aybdor bo'lmagan omillar sabab ham ulgurmay qoladi. Shuning uchun buni hozir hal qiling. 3-xato, noto'g'ri maslahatga ishonish. Qo'shni tanish, Telegramdagi noma'lum xabar yoki bozordagi gap rasmiy manba emas. Men doim aytaman, pulingizga ta'sir qiladigan masalada faqat rasmiy tashkilotdan aniqlik kiriting. Kimdir hech narsa kerak emas desa, bu sizning holatingizga to'g'ri kelmasligi mumkin. 4-xato, hujjatlarni tekshirmaslik. Pasport muddati, ID karta ma'lumotlari, farzandlarning hujjatlari, nikoh holati, yashash manzili, bank kartasi bularning hammasi muhim. Oldin ham shu hujjat bilan olganman degan gap hozir yordam bermasligi mumkin. Chunki talablar yangilangan yoki ma'lumotlar qayta solishtirilayotgan bo'lishi mumkin. 5-xato, ariza topshirgandan keyin tinchlanib ketish. Ariza qabul qilindimi, ko'rib chiqildimi, natija chiqdimi, qo'shimcha hujjat kerakmi? Bularni nazorat qiling. Ayniqsa 1 iyulga yaqin kunlarda bitta kechikkan javob muhim bo'lishi mumkin. Demak, asosiy xulosa shuki, agar siz yoki oilangiz davlat tomonidan biror turdagi to'lov, nafaqa, moddiy yordam, bolalar puli, kompensatsiya yoki imtiyoz olayotgan bo'lsangiz, 1 iyulgacha ariza va hujjat masalasini albatta tekshiring. Oldin pul avtomatik tushgan bo'lsa ham, hozir ma'lumotlarni yangilash yoki huquqingizni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Kechiksangiz, keyingi oy to'lovsiz qolishingiz, ayrim holatlarda esa o'tgan davr uchun pulni qaytarib ololmasligingiz mumkin. Mening sizga eng muhim maslahatim, bugunoq hujjatlaringizni tekshiring, qaysi to'lov olayotganingizni aniqlang, mas'ul tashkilotga murojaat qiling. Arizani topshiring va tasdiq raqamini olib qo'ying. Ayniqsa keksa ota-onangiz, nogironligi bor yaqinlaringiz, bolalar puli olayotgan oilalar va kompensatsiya oluvchilarni ogohlantiring. Bitta telefon qo'ng'irog'i yoki bitta vaqtida topshirilgan ariza oilangizni katta yo'qotishdan saqlab qolishi mumkin. Sizning hududingizda bu masala bo'yicha qanday talab qo'yilyapti? Ariza topshirish jarayoni osonmi yoki qiyinmi? Izohlarda yozib qoldiring.
boshqa odamlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir pulini saqlab qolishi mumkin.